Futbol bo'yicha O'zbekiston Superligasining ikkinchi tur o'yinlari ham o'z yakuniga yetdi va unda mezbonlar ikkita uchrashuvda g'alaba qozonishdi. Mehmonlar esa 6 ta bahsda zafar quchdi. E'tiborli tomoni bu gal ham durang natijasi umuman qayd etilmadi. Darvozalarga esa 15 bora to'p kiritildi. Hakamlar 23 marta futbolchilar sariq kartochkalari bilan jazolashgan. Qizilqum Andijon bahsi bosh hakam Abdurashid Xudoyberganov naqd 7 marta ogohlantirishlarga murojaat qilgan. Shuningdek, mavsumdagi dastlabki maydondan chetlatish Mashal Lokomotiv o'yinida ro'y berdi. Unda uchrashuv referisi Jasur Muxtorov kompensatsiya uchun ajratilgan vaqtda Roman Hajiyevga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatgan. Stadionlarga umumiy 22 mingdan ortiq muxlis tashrif buyurgan. Eng ko'p 7350 ishqiboz Navoiydagi yoshlar sport majmuasida o'tgan Qizilqum Andijon o'yiniga kelgan. Aksincha esa 476 kishi Mashal Lokomotiv bahsini bevosita tomosha qilgan. To'p nazorati bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan jamoalar orasidagi ustunlik Navbahor tomonida bo'lib, Lochinlarda ushbu ko'rsatkich 64% ga teng. Andijonda 57 va Paxtakorda 56% ni tashkil etadi. Eng ko'p zarba yo'llagan klublar orasida ham eng yaxshisi Timur Kapadze jamoasi. Namanganliklar 19 marta, So'g'joni 18 ta, Neftchi va Paxtakor futbolchilari 17 boradan darvozalar tomon zarba berishgan. Ikkinchi turda umumiy to'p uzatishlarning aniqligi borasida Paxtakorda 82, Navbahorda 81, Qizilqumda 79, Qo'qon 1912 da 78 va So'g'jonida 77% ni tashkil etadi. PFL talqiniga ko'ra, turning eng chiroyli golida Bunyodkor Dinamo uchrashuvdagi Azbek Omonovning kiritgan to'pi topildi. Superliga ikkinchi turining eng yaxshi futbolchisi esa Dinamo vakili Firdavs Abdurahmonov bo'ldi. Superliganing ikkinchi tur dastlabki bahsiga Qo'qon shahri mezbonlik qildi. Unda Qo'qon 1912 jamoasi Kamoliddin Tojiyev boshqaruvidagi Paxtakorni mehmon qildi. Qo'qon 1912 ga qarshi chempionatlarda o'tgan 36 bahsning 21 tasida Paxtakor zafar quchgan. 9 o'yinda durang qayd etilgan bo'lsa, 6 marta qo'qonliklar g'alaba qozonishgan. Vodiy klubi darvozasini 92 marta ishg'ol qilgan poytaxt vakillari 48 ta gol o'tkazib yuborishgan. Qo'qonliklar mezbonlik qilgan uchrashuvlarda esa 5 g'alaba, 5 mag'lubiyat va 8 durang qayd etilgan. Safardagi o'yinlarda sherlar 28 ta to'p kiritib, xuddi shuncha gol o'tkazib yuborishgan. Ushbu klublarning Qo'qondagi so'nggi bahslari murosasiz kechmoqda. Toshkentliklar so'nggi 3 yilda mezbonlardan ustun kelishda muammolarga duch kelyapti. Jamoaning mehmondagi oxirgi g'alabasi 2022-yil qo'lga kiritilgan. Keyingi qarama-qarshiliklarda ikkita durang qayd etilgan va yana bitta bellashuvda maydon egalari ustunlikka erishgan. Bahs tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bo'lim teng kurashlar ostida kechdi. Shuningdek, kuchli yomg'ir yog'gani tufayli jamoalar deyarli hujum tashkil eta olishmadi. 25-daqiqada sherlar vaziyat yaratgandek bo'lishdi, ammo Rustam Turdimurodov o'yindan tashqari holatda qolib ketgan edi. Biroz o'tib Toshkentliklarning yana bir urinishi besamar yakunlandi. Tanaffus oldidan Qo'qon 1912 vakillari jarima zarbasi ishlashdi. Ammo G'ulom Haydar G'ulomov bajargan standartni Paxtakor posboni Vladimir Nazarov bartaraf etdi. Ikkinchi taym boshida mehmonlar ustozi Kamoliddin Tojiyev yangi kuchlarni maydonga tushirdi va aytish kerakki, aynan bu yakunda poytaxtliklarga naf keltirdi. 49-daqiqa o'tib borayotganda Dostonbek Hamdamov Sardor Sobirxo'jayevning ajoyib uzatmasini golga aylantirdi va hisobni ochdi. Ko'p o'tmay Paxtakor a'zolari natijani yana o'zgartirishdi. Bu gal ham zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi o'z ism-sharifini tabloga yozdirib qo'ydi. Ya'ni Pyotr Pajishik Dostonbek Hamdamovning assistligidan so'ng qo'qonliklar posbon Azizxon Isoqovni qiyinchiliksiz dog'da qoldirdi. E'tiborli tomoni birinchi turda aynan Hamdam va Pajishikni kiritgan to'plari sherlarga Qizilqum ustidan g'alaba keltirgandi. Vaziyatni o'nglash niyatida maydon egalari bosh murabbiy ham tarkibda o'zgarishlarni amalga oshirdi. 71-daqiqada toshkentliklar vakili Muhammad Rasul Abdumajidov Tomata Batadzeni qo'pollik bilan to'xtatib qoldi. Uchrashuv hakami G'ayrat Jo'rayev dastlab Abdumajidovni chetlatdi. Ammo Jo'rayevning o'zi VAR monitori oldiga kelib takroriy holatlarni ko'rgach, o'yindan tashqari holatni qayd etdi va qizil kartochkani bekor qildi. Ikkinchi bo'limga qo'shib berilgan 6 daqiqaning 4-sida mezbonlar 11 metrlik jarima ishlashdi. Ushbu vaziyatda Zaid Tahsin Silvanus Nimeliga nisbatan o'yin qoidasini buzdi. Penaltini esa Tomata Batadze aniq bajardi 1-2. Shu tariqa Paxtakor mavsumdagi ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Shu kunning ikkinchi bahsi esa Navoiyda bo'lib o'tdi. Unda Qizilqum va Andijon klublari o'zaro bahs olib borishdi. Ushbu jamoalarning o'zaro o'yinlar statistikasiga e'tibor qaratsak, hozirga qadar chempionat doirasida 42 ta bahs o'tkazilgan. Qizilqumda 19, Andijonda esa 14 g'alaba bor. 9 uchrashuvda esa durang qayd etilgan. To'plar nisbati 65-54 navoiyliklar foydasiga. Andijon chempionatda so'nggi bor Qizilqum maydonida 2012-yil g'alaba qozongan. O'shanda 1-2 natijasi qayd etilgan. Bu hozircha Andijonning safardagi
yagona g'alabasi bo'lib turibdi. Lekin 2 yil muqaddam Kubok doirasida Andijon Qarshida Qizilqum darvozasiga javobsiz 3 ta gol urgan. O'tgan yili birinchi davrada Bobur arenada bo'lib o'tgan uchrashuvda 1-1 hisobi qayd etilgan bo'lsa, Navoiydagi bahsda mezbonlar 2-1 hisobida ustunlikka erishgan. Uchrashuvning boshida mezbonlar hujum yaratishga urinishdi, ammo mehmonlar vakili Igor Golban ishonchli harakat qildi. Biroz o'tib Andijon vakillari standart vaziyatga ega bo'lishdi. Biroq Aleksandr Andronikashvilining zarbasi noaniq yakunlandi. 17-daqiqada Dragan Cherandan uzatmani qabul qilib olgan Martin Boyaki o'yindan tashqari holatda qolib ketdi. Ko'p o'tmay endi Doniyor Abdumannopovning urinishi hech qanday samara bermadi. 35-daqiqada esa Qizilqum vakillari hisobni ochishdi. Aniqrog'i Jamboli Jigavri taxminan 25-30 metr masofadan raqib darvozasining pastki burchagini aniq nishonga oldi. Tanaffusga qadar burgutlardan Abdumannopov va Ashorchi o'z omadlarini sinab ko'rishdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda Islom Kenjaboyevning jarimadan yo'llagan zarbasidan so'ng to'p raqib futbolchisiga tegib, andijonliklar darvozasi yonidan o'tib ketdi. Ikkinchi bo'lim boshlarida Mahmud Muhammadjonovning olisdan yo'llagan zarbasi o'ta noaniq ko'rinish oldi. 76-daqiqada Aleksandr Andronikashvili standartdan Qizilqum darvozasini ishg'ol qilib muvozanatni tikladi. Mazkur holatda Andijon futbolchisining zarbasidan so'ng to'p dastlab to'singa, so'ngra darvozabonga tegdi va to'rga borib tushdi. Bosimni oshirgan navoiyliklar oradan hech qancha vaqt o'tmay natijani o'z foydalariga o'zgartirishdi. Kornerdan keyin Qizilqum sardori Islom Kenjaboyev raqib himoyachilarini dog'da qoldirgan holda darvozani ishg'ol etdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda mehmonlardan Andronikashvili hamda Usmonaliyev hisobni tenglashtirishga urinib ko'rishdi, ammo ularga aniqlik va omad yetishmadi. Shu tariqa Samvel Babayan jamoasi Andijon kutilmaganda mehmonda ochko yo'qotdi. Navbatdagi kunning birinchi bahsi Toshkentdagi Olimpiya stadionida bo'lib o'tdi. Unda Navbahor Buxoroga qarshi to'p surdi. Mazkur klublar Superliga o'yinlarida 62 marta o'zaro ro'baro kelishgan. Ushbu 62 ta bahsdan 35 tasida Lochilar g'alaba qozongan bo'lsa, 17 ta uchrashuvda buxoroliklar zafar quchishgan. 10 ta o'yinda esa durang qayd etilgan. Navbahor shu kunga qadar o'zaro bahslarda 112 ta to'p kiritib, o'z darvozasidan 67 marta to'p olib chiqqan. Ushbu klublarning o'zaro o'yinlarida namanganliklar 115 ochkoni, buxoroliklar esa 61 ochkoni qo'lga kiritishgan. O'zaro uchrashuvlardagi eng yirik hisob 2001 va 2025-yillar mavsumida kuzatilgan. 2001-yili Namanganda o'tkazilgan o'yinda Lochilar 6-1 hisobida g'alaba qozongan bo'lishsa, buxoroliklar esa o'tgan yilgi mavsumda Navbahorni o'z maydonida 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchratishgan. Shu kungacha Namanganda bo'lib o'tgan 31 ta bahsning 24 tasida mezbonlar, 4 tasida mehmonlar zafar quchishgan. Uchli uchrashuvda esa tomonlar durangga imzo chekishgan. Lochilar o'z maydonlarida bo'lib o'tgan o'yinlarda buxoroliklar darvozasiga 69 ta to'p kiritib, o'z darvozalaridan 22 ta to'p olib chiqishgan. O'yin tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, ikkinchi daqiqada uchrashuvdagi ilk vaziyatni mehmonlar yaratishdi. Shahboz Jo'rabekovning uzatmasidan so'ng to'p maydondan chiqib ketdi. So'ngra maydon egalari ham asta-sekinlik bilan imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Ammo buxorolik himoyachilar ishonchli harakat qilishdi. Aytish kerakki, bahs asosan maydon markazida kechdi. Taym o'rtalari kelib, Voha klubi vakili Shahzod Ubaydullayevning uzoqdan yo'llagan jarima zarbasi juda noaniq ketdi. Biroz o'tib Paxtakor tarbiyalanuvchisi Diyor Xolmatovning urinishi besamar yakunlandi. 28-daqiqada Quvondiq Ro'ziyev ham o'z omadini sinab ko'rdi. Biroq Umidjon Hamroyev qiyinchilik bilan bo'lsa-da vaziyatni bartaraf etdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, endi Zabihullo O'rinboyevning bosh bilan yo'llagan zarbasini ham Hamroyev yo'qqa chiqardi. Ikkinchi bo'lim avvalida Lochilar ustozi bir qator o'zgarishlarni amalga oshirdi. 60-daqiqada uchrashuvdagi eng xavfli vaziyatni mehmonlar tashkil etishdi. Vladimir Rodichning zarbasidan so'ng O'tkir Yusupov to'pni qiyinchilik bilan qaytardi. Takroriy urinishga ulgurgan Dominik Begich esa yaqin masofadan bosh darvozani ishg'ol eta olmadi. Shu o'rinda bellashuv davomida buxoroliklar posboni Umidjon Hamroyev ko'p hollarda o'z jamoasi joniga oro kirib, Navbahor vakillarining zarbalari yo'liga to'g'anoq bo'ldi. 73-daqiqa o'tib borayotganda Hamibov shogirdlari hisobni ochishdi. Mazkur holatda Muhammad Yo'ldoshevning kornerdan yetkazib bergan to'piga Velko Filipovich bosh bilan zarba yo'llab, O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni O'tkir Yusupovni dog'da qoldirdi. Biroz o'tib G'iyosning urinishini yana Hamroyev bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. O'yin yakuniga qadar namanganliklar har qancha bosimni oshirib, hujumlar uyushtirishmasin, muvozanatni tiklay olishmadi. Shu tariqa Buxoro mavsumdagi ikkinchi g'alabasini safarda qo'lga kiritdi.
Yana bir qarama-qarshilik G'uzordagi markaziy stadionda o'tkazildi va unda Muborakning Mash'al va Toshkentning Lokomotiv jamoalari raqobatlashdi. Ushbu ikki klub o'zaro 28 marta ro'baro kelishgan. Ulardan gazchilar 10 ta, temir yo'lchilar esa 15 marta muvaffaqiyatga erishgan. 3 ta bahsi durang qayd etilgan. To'plar nisbati 30 va 39 Loko foydasiga. Jamoalarning eng yirik g'alabalari 4-0 va 1-4 dan iborat bo'lgan. E'tiborli tomoni Mash'al Lokomotiv bahsini boshqarish Jasur Muxtorovning zimmasiga yuklatildi. Endi o'yin tafsilotlari haqida gapiradigan bo'lsak, avvaliga birinchi bo'limning 3-daqiqasida mehmonlar tezkor gol kiritishdi. Sardor Mirzayev qanotdan uzatilgan to'pni bosh bilan darvozaga yo'lladi. Ammo qanot hakami Suhrob Nurullayev uzatmani amalga oshirayotgan vaqtda to'p maydonni tark etgan deb topdi va gol inobatga olinmadi. VAR ham ushbu holatni tekshirib maydondagi hakamlarning qarorini tasdiqladi va hisob ochilmadi. Biroz o'tib Muborakliklar a'zosi Ibrohim G'anixonov jamoasining hujumini ijobiy yakunlay olmadi. 33-daqiqada burchak to'pidan keyin gazchilar legioneri Chidikovning urinishiga aniqlik yetishmadi. Tanaffus oldidan Anzur Ismoilov standartdan keyin mezbonlar darvozasini ishg'ol etdi. Mazkur holatda tajribali himoyachi raqib jarima maydonida yuzaga kelgan pala-partishlikdan unumli foydalandi. Kompensatsiya uchun ajratilgan vaqtda temir yo'lchilar oradagi farqni ikkitaga oshirishdi. Quvonchbek Abrayev Suhrob Nurullayevning uzatmasini golga aylantirdi. 2-0. Ikkita to'p o'tkazib yuborganiga qaramay, Igor Surov shogirdlari vaziyatni o'nglashga harakat qilishdi. Ya'ni avvaliga Samandar Ochilovning zarbasi yo'liga himoyachi to'g'anoq bo'ldi. So'ngra Ochilovning bajargan jarimasiga aniqlik yetishmadi. Taym o'rtalariga kelib, Lokoning belaruslik legioneri Nikolay Ivanov ham o'z omadini sinab ko'rdi. Biroq Dostonbek To'xtaboyev to'pni egallab oldi. 69-daqiqada maydon egalari yana bir imkoniyatga ega bo'lishdi. Mazkur holatda Vladko Stoyanovskiyning o'ng qanotdan oshirgan to'pini Nuriddin Nuriddinov bosh bilan darvozaga yo'lladi. Temir yo'lchilar posbon Aleksey Kozlov esa ajoyib seyf bilan javob berdi. Biroz o'tib Kozlov hamda Ismoilovning faolligi poytaxtliklarga naf keltirdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda ham har ikki klub a'zolarida qulay imkoniyatlar bo'ldi. Aniqrog'i G'anixonovning zarbasidan keyin Kozlov to'pni egallab oldi. Keyin esa Ivanovning jarima maydoni ichidan tepgan to'pi darvoza ustuniga tegib qaytdi. 93-daqiqada Roman Hadjiyev birga bir vaziyatga chiqib ketayotgan Nurlan Ibrahimovni yiqitgani uchun bosh hakam Jasur Muxtorov tomonidan maydondan chetlatildi. Shu tariqa Pro Ligadan elitaga qaytgan Lokomotiv qatorasiga ikkinchi marta muvaffaqiyatga erishdi. Ikkinchi kunning so'nggi raqobati esa 19:30 da start oldi va unda Surxon hamda Neftchi klublari ro'baro kelishdi. Termizliklar shu kunga qadar uyda Neftchi bilan o'zaro 16 bor to'qnash kelishgan. Bu o'yinlarda mutlaq ustunlik farg'onaliklar tomonidan 8 g'alaba, yana 7 ta bellashuvda g'olib nomi aniqlanmagan. Surxon esa o'z maydonida Neftchi ustidan yagona g'alabasini 1999-yilgi mavsumning 14-turida qo'lga kiritgan. O'shanda Oybek Berdimurodov va Ravshan Do'rmonovning gollari Voha vakilning g'alabasi uchun yetarli bo'lgan. Shuningdek, farg'onaliklardan Umid Isoqov jamoasiga yagona javob to'pini kiritgan. O'tgan mavsumning birinchi davrasida nursiz durang qayd etilgan bo'lsa, javob bahsida farg'onaliklar 2-1 natijasida ustunlikka erishgan. O'shanda Neftchi safida Zoran Marish dubl qayd etgan. Uning tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, Neftchi to'pga egalik qilgan holda sekin-asta oldinga o'tishga urindi, ammo taym o'rtalariga qadar aytarli vaziyat hosil qila olishmadi. 40-daqiqada farg'onaliklar hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Mazkur holatda Izzatilla Po'latovning havolatib amalga oshirgan uzatmasidan so'ng Stipe Peretsa bosh bilan to'pga zarba yo'lladi. Tanaffusdan keyin Islom Ismoilov shogirdlari oradagi farqni ikkitaga oshirishdi. Aniqrog'i 48-daqiqada Stipe Peretsa Alisher Odilov tepgan to'pni darvozabon qaytargach, uni bosh darvozaga joyladi va dubl muallifiga aylandi. E'tiborli tomoni Neftchi hujumchisi Peretsa 2026-yilgi mavsum Superligada dublga erishgan birinchi futbolchiga aylandi. Biroz o'tib farg'onaliklar legioneri Vladimir Yovich ketma-ket ikkita zarba berdi, ammo to'p himoyachilarga tegib qaytdi. Ko'p o'tmay termizliklar vakili Tohir Ashurboyevning urinishiga sal aniqlik yetishmadi. 2 daqiqadan keyin esa Jamshid Iskandarovning harakati besamar yakunlandi. 72-daqiqada Farruh Sayfiyevning uzatmasidan so'ng Yovan Jokic hisobni yiriklashtirdi 0-3. Shuningdek, mazkur holatda posbon ham xatoga yo'l qo'ydi. Asosiy vaqt yakuniga yaqin Surxon a'zosi Tornike Dzebnyuari ketma-ket ikkita hujumdan foydalana olmadi. Birida Botir Ali Ergashev ishonchli harakat qilgan bo'lsa, ikkinchisida gruziyalik yarim himoyachiga aniqlik yetishmadi. Shu tariqa Neftchi birinchi turda bo'lgani kabi bu gal ham raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to'p kiritdi. Ikkinchi turning 3-kunidagi ilk bahs Toshkentda bo'lib o'tdi va unda nihoyat o'z stadioniga qaytgan Bunyodkor Vadim Abramov jamoasi Dinamoni qarshi oldi. Ushbu o'yin jamoalarning Oliy Liga doirasidagi umumiy 29-to'qnashuvi bo'lib, bungacha qaldirg'ochlar 22 marta, Qo'hna shahar vakillari esa 2 bora g'alaba qayd etishgan. Yana 4 o'yin durang bilan tugagandi. To'plar nisbati 55-19 Bunyodkor foydasiga. Jamoalarning eng yirik g'alabalari 4-0 va 1-3 dan iborat. Shuningdek,
Klublarning o'tgan mavsumdagi dastlabki uchrashuvda toshkentliklar 3-0 natijasida muvaffaqiyatga erishgan. Ikkinchi bahsda esa samarqandliklar 3 ta to'p kiritib, bitta o'tkazib yuborishgan. Samarqanddagi bellashuvda Temurxo'ja Abduxoliqov dubl muallifi bo'lgan. Shu bilan birga yana bir to'pni Nosirjon Abdusalomov o'z hisobiga yozib qo'ygan. Toshkentda esa Jahongir Abdusalomov, Dmitriy Plitnyov hamda Firdavs Abdurahmonovning gollariga qaldirg'ochlardan Imedi Ashortiya bir marta javob bergan. O'yin tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, dastlabki hujumni mehmonlar tashkil etishdi. Shuningdek, Sanjar Qodirqulov va Jahongir Abdusalomovning urinishlarini Abdumavlon Abdujalilov bartaraf etdi. 8-daqiqada samarqandliklar hujumchisi Azizbek Omonov Jahongir Abdusalomovning yetkazib bergan to'piga chap oyoqda zarba berib, mezbonlar darvozasini ishg'ol qildi. Biroz o'tib, Vadim Abramov shogirdlari galdagi hujumni ijobiy yakunlashdi. Ya'ni Azizbek Omonovning ajoyib uzatmasidan so'ng Firdavs Abdurahmonov raqib jarima maydoniga kirib bordi va Abdumavlon Abdujalilovni dog'da qoldirib, hisobdagi farqni oshirdi. Shu o'rinda forvard birinchi turda ham o'z hisobiga gol yozdirib qo'yganini eslatib o'tamiz. Taym o'rtalari kelib, qaldirg'ochlar darvozabonining xatosi qimmatga tushishi mumkin edi, biroq Omonovga bu gal aniqlik yetishmadi. 24-daqiqada toshkentliklar legioneri Dmitriy Plitnyov, 29da esa Asadbek Rahimjonovning imkoniyatlari bo'ldi, ammo yana besamar yakunlandi. Shuningdek, mehmonlar vakili Rasul Yo'ldoshev ham o'z omadini sinab ko'rdi. Abdujalilov esa ishonchli harakatlari bilan vaziyatni yo'qqa chiqardi. Tanaffusdan keyin qaldirg'ochlar o'yinni qutqarish uchun bosimni oshirib hujumlar yaratishga urinishdi, ammo hadeganda ulardan unumli foydalana olishmadi. Taym boshlarida o'ng qanotdan uyushtirilgan hujum samarasiz yakunlandi. 54-daqiqada esa Matej Krivakapich tomonidan yo'llangan zarbaga aniqlik yetishmadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay samarqandliklar a'zosi Anvar Hojimurzayevning urinishi ham naf keltirmadi. Bo'lim o'rtalari kelib, Jahongir Abdusalomov yakkama-yakka vaziyatda Dinamo darvozabonini ojiz qoldira olmadi. 66-daqiqada mehmonlar 3-golni kiritishgandi. Biroq raqib posboniga nisbatan qo'pollik ishlatilgani bois inobatga olinmadi. So'nggi daqiqalarda maydon egalari natijani qisqartirishga muvaffaq bo'lishdi. Mazkur holatda Samandar Mavlonqulov Itsuki Urata uzatgan to'pni to'xtatmasdan Edem Nemanov qo'riqlayotgan darvozaga joylab qo'ydi 1-2. Kompensatsiya uchun ajratilgan vaqtda bunyodkor o'ta qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Jarima maydonida boshdan yo'llangan zarba noaniq bo'ldi. Shu tariqa Dinamo mavsumdagi ilk g'alabasini Toshkentda qo'lga kiritdi. Galdagi uchrashuvda So'g'jona va Nasaf Samarqandda 100-100 keldi. Xabaringiz bor, har ikki klubning uy stadionlarida rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Shu bois bellashuv Dinamo o'yingohida o'tkazildi. So'g'jona va Nasafning o'zaro o'yinlari tarixiga razm solsak, ular bunga qadar 52 marta kuch sinashgan. Shu bahslarning 10tasida jizzaxliklar g'alaba nashidasini surgan bo'lsa, ajdarlar 37 bora muvaffaqiyatga erishgan. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, Ivan Boshkovich jamoasi so'nggi yillarda qarshiliklar uchun noqulay raqibga aylanishdi. So'g'jona Nasaf o'rtasidagi o'tgan mavsumdagi raqobatlarda qarshiliklar 1-0 va 2-1 natijalarda ustunlikka erishgan. Dastlabki bahsda Sharof Muhiddinov g'alaba gol muallifi bo'lgan. Keyingi qarama-qarshilikda Husayn Noshayev bitta to'p kiritgan. Shuningdek, Otabek Ahadovning avtogoliga jizzaxliklardan Ruben Xabay bir marta javob bera olgan. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida kurash asosan maydon markazida kechdi. Har ikki jamoa hujum uyushtirishda qiyinchilikka uchrashdi. 12-daqiqada jizzaxliklar a'zosi Jasur Jaloliddinovga aniqlik yetishmadi. Ko'p o'tmay ajdarlar hisobni ochishdi. Mazkur holatda Oybek Rustamovning o'zi maydon markazida raqibdan to'pni olib qo'ydi va qiyinchiliksiz unga zarba yo'lladi. Shuningdek, Jaloliddinovning galdagi urinishi yana besamar yakunlandi. 22-daqiqada qarshiliklar ikkinchi marta So'g'jona darvozabonni ojiz qoldirishdi. Ushbu vaziyatda Zafar Murod Abdurahmatovning ajoyib uzatmasidan so'ng Sharof Muhiddinov Nikola Mirkovich darvozasini zabt etdi. Tanaffusga qadar ustunlik to'liq mehmonlarda bo'ldi. Navbatdagi hujumda Murod Rahmatovning urinishini himoyachilar yo'qqa chiqarishdi. 40-daqiqada bosh hakam Ahror Rizqullayev VARni tingladi. Ushbu vaziyatda mezbonlar bir kishi kam bo'lib qolishi mumkin edi. Biroq referi o'zi monitor oldiga borib, takroriy holatlardan so'ng Faysal Molich Alibek Davronovga qarshi o'yin qoidasini buzmagan deb topdi. Ikkinchi bo'lim boshlarida Bobur Abduxoliqovning kuchli va aniq zarbasini darvozabon qiyinchilik bilan bartaraf etdi. Biroz o'tib Aleksandr Bolevichning zarbasidan keyin to'p himoyachiga tegib, tezligi pastlagan holda darvozaga bordi. Uni esa Abduvohid Ne'matov qiyinchiliksiz ushlab oldi. 57-daqiqada Sharof Muhiddinov yana bir karra o'z omadini sinab ko'rdi. Ammo Otabek Ahadov ushbu zarba yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Jizzaxliklar bosh murabbiy Ivan Boshkovich yangi kuchlarni maydonga tushirganiga qaramay, ular ham tablodagi natijaga ta'sir o'tkaza olishmadi. 72-daqiqada Sardor Bahromovni Suhrob Izzatovga nisbatan qo'pollik ishlatdi deb topgan Ahror Rizqullayev ikkilamasdan penalti belgiladi. Uni esa Lupchidoriyev amalga oshirdi. Biroq Ne'matov ishonchli harakati bilan jamoasi joniga oro kirib, darvozasini goldan asrab qoldi. Shu tariqa birinchi bo'limda kiritilgan to'plar ajdarlarning g'alabasi uchun yetarli bo'ldi.
Turning oxirgi bahsida Xorazm va OKMK jamoalari ro'baro kelishdi. Ushbu ikki jamoa hozirga qadar 6 marta o'zaro to'qnash kelishgan. Bu mavsumdagi ikkinchi tur uchrashuv ular uchun 7-si sanaladi. Shulardan 4tasida olmaliqliklar zafar quchgan. Ikkita bellashuvda durang natijasi qayd etilgan. To'plar nisbati 4-11 olmaliqliklar foydasiga. O'tgan mavsumdagi o'yinlarda olmaliqliklar 1-0 va 3-1 natijalarda zafar quchgan. Birinchi davrada Xorazm mezbonlik qilgan bellashuvda Oybek Rustamovning yagona goli 3 ochko keltirgan. Javob uchrashuvda Xolmurodov, Papa va Senaga bitta to'pni o'z hisoblariga yozib qo'yishgan. Mehmonlardan esa 15-daqiqada Murodbek Bobojonov bir bora javob bera olgan. Aytish kerakki, olmaliqliklar ilk daqiqalardan ko'plab xavfli vaziyatlar yaratib tashabbusga ega bo'lishdi. Ammo ko'p hollarda futbolchilarga aniqlik va omad yetishmagani pandi berdi. Jumladan 14-daqiqada Arihiro Sentoku uzatgan to'pga Nodir Abdurazzoqov yeta olmadi. Nikola Stoshich chaqqonroq harakat qildi. Biroz o'tib Saidafzalxon Ahrorovning xatosidan keyin mezbonlar vakili Temur Ismoilov darvozani ishg'ol etishi mumkin edi, ammo Hamidullo Abdunabiyev to'pni qaytardi. Taym o'rtalariga kelib, Sentoku Senaga Abdurazzoqov tandemi Nodirning noaniq zarbasi bilan yakunlandi. Keyingi daqiqada Senaganing faolligidan keyin Qosimov va Sentoku darvozani ishg'ol etishga yaqin kelishdi. Biroq birda himoyachi ishonchli harakat qilgan bo'lsa, ikkinchisida noaniq zarba yo'lladi. Tanaffusga qadar o'yin surati tenglashdi. 31-daqiqada Diyor Ortiqboyevning urinishi yo'liga Abror Kariyev to'g'anoq bo'ldi. Biroz o'tib esa Hamidjonovga aniqlik yetishmadi. 35-daqiqada chap qanotdan Saidafzalxon Ahrorov uzatgan to'pni Avazbek O'lmasaliyev oyog'i bilan darvozaga yo'lladi va u ustun yonidan o'tib ketdi. Taym so'ngida O'lmasaliyev galdagi hujumdan foydalana olmadi. Ikkinchi bo'lim boshlarida, aniqrog'i 53-daqiqada Diyor Ortiqboyev Pirmuhammadov Ahrorovdan penaltisini gol bilan tugatdi va hisobni ochdi 1-0. Biroz o'tib Aziz Pirmuhammadovning jarimadan yo'llagan zarbasidan keyin olmaliqliklar posboni Hamidullo Abdunabiyev to'pni ushlab oldi. Asosiy vaqt yakuniga yaqin OKMK vakillarida yana qulay imkoniyatlar bo'ldi. 85-daqiqada Asadbek Sobirjonovning ajoyib uzatmasidan keyin Dilshod Ahmadaliyev boshi bilan yaqin masofadan darvozani ishg'ol etishga harakat qildi. Biroq Nikola Stoshich o'z o'rnida. So'nggi soniyalarda esa Sobirjonovning urinishini Stoshich bartaraf etdi. Natijada Mirjalol Qosimov ustozligidagi OKMK kutilmaganda safarda yengildi. Shu tariqa ikkinchi turdan so'ng Paxtakor 6 ochko to'plab turnir jadvalida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Ikkinchi pog'onadagi Lokomotiv va Nasaf, Neftchi, Buxoro klublarida ham 6 ochkodan bor. To'purarlar musobaqasida Neftchi forvardi Stipe Peritsi 3 bora raqib posbonlarini dog'da qoldirgan holda birinchi o'rinni egallab turibdi. Paxtakorning hujumkor yarim himoyachisi Dostonbek Hamdamov, shuningdek samarqandliklar a'zosi Firdavs Abdurahmonov, Sherlar legioneri Pyotr Pajishik va Lokomotiv vakili Quvonchbek Abrayev hisobida ham ikkitadan gol bor. Eslatib o'tamiz, tur o'yinlari 10-mart sanalarida bo'lib o'tadi va unda Neftchi Andijon, Mashal Qizilqum, Paxtakor Navbahor, Surxon Bunyodkor, Lokomotiv Qo'qon 1912, Xorazm Buxoro, OKMK So'g'diyona hamda Dinamo Nasaf jamoalari o'zaro ro'baro kelishadi.